12 bab. Perverdigar Mısırda Musa bilen Harun'a mundaq dedi. Hazırdan tatip bu ay sizler İsrail halkı üçün yılının birinci iyi bosun. Sizler mening munu yol yoruqlarımni bütün İsrail halkıga ügütünla. Moşu ayının 10. günü her bir ailenin aile başlığı öz ailesi üçün Xudaga qurbanlık qilishqa bir qo'y yoki o'shga tayyorlasin. Agar oilasida odam oz bo'lib, bir molni yeb bo'lolmasa, uni qo'shnisi bilan birlashib qurbanlik qilib, go'shtini odam soni va iste'mol miqdoriga qarab taqsim qismi bo'ladi. Lekin qurbanlikqa ishlatilgan mol bir yoshlik ayıpsiz qo'shqar yoki teke bo'lishi kerak. Bütün İsrail aileleri talangan malni moşu ayının 14. günügiçe yaxşı saqlab, şu günü keşte soysun. Ondin onun qinidan bir az eğilip, mal yeyilgen öyünün işiginin beşi ve keşigiga sürkep koysun. Şu keçisi go'shtni kavab qilib, ochiq chuchuk ko'ktat va petir non bilan yesin. Go'shtni xom peti yoki suda pishirib yemay, bütün molni beshdan tuyug'icha ich bog'ri bilan qo'shib, kavab qilib yesin. Eshib qog'inni etisiga qoldirmay, shu kechila ko'dirib etsin. Go'shtni yegan vaqtinglarda xuddi safarga tayyorlangandek belinglarni ching bog'lab, cho'ringlarni kiyib, qo'linglarga hasanglarni tutib, chopsan yangla. Bu Perverdigar o'tib ketadigan kechidir. U kechisi men bütün Misrni kezib, mayli odam yoki molning bo'lsin, tunchi akaklarining hammasini o'ltirman. Mısır'nın barlıq ilahlarının üstüdün hüküm kılımen. Çünkü men perverdigardurmen. İşik keşeklirdeki kan, sizler turduğun öylenin belgüsü. Men bu qallanı kögünümde öylerinlağa kirmey ötüp getimen. Mısırlıklarını cazalgan vaqtimda sizlerge hiç kandak ziyan zahmet yetmeydi. Perverdigar mundaq dedi. Sizler bu günni xatırlab, her yili moşu günde Perverdigar üçün heyt ötküzünla. Bu sizlerinin məngülük urpu adıtınla bolsun. 7 günlük heyt mezgilide petir nan yanla. Heytinin birinci günüla öylünlardaki xemeturuşni taşlayıp etinla. Çünkü bu 7 gün içinde xemir turuç aralashtirilgan her qandaq yemeklikni yegen odam İsraillar qatoridan chiqarib etildi. Heytning 1 ve 7 kunlari bir yerga jam bo'lib ibodat qilinglar. Bu 2 kunda yemeklik tayyorlashdan boshqa hech qandaq ish qilmanglar. Petirnan heyti ötküzüp turunglar. Çünkü men moşu günü sizlerinin her qaysi qabillaringlarni top-topu bilen Mısır'dan elip çıkımen. Petirnan heytini ötküzüş sizlerinin məngülük urpu adıtınla bosun. Her yili 1 ayının 14. günü Keşkurundan başlap 21. günü Keşkurungacha petirnan yangla. Bu 7 gün içinde öylerinlarda xemir turuç bo'lmasin. Xemir turuç aralashtirilganligi her qandaq yemeklikni yegan kishi, mayli bu yurtning odami yoki yoqqa yurtliq bo'lsin, mening xalqim qatoridan chiqarib etildi.
qayerda bo'lishinglardan qat'iy nazar, xemir turuch aralashtirilgan har qanday yemeklikni yemay, Petir non yangla. Musa bütün İsraillarning oqsoqollarini chaqirib, ularga mundaq dedi. Har bir oila birdan mol tanlab, uni o'tib ketish heytining meli süptida so'ysun. Qo'llarga bir tutam lipak gul elib, dostiki qurbonlik qilingan molning qiyniga chilab, uni ishlarning beshi va keshigiga surksun. Etsi etgangicha hech kim ishikdan chiqmasin. Chunki Parvardigor Misrliklarni halok qilish uchun bu zaminni kezidu. U ishik beshi va keshigidagi qonni ko'ginida xarob qilg'uchi farishtaning o'linglarga kirib, sizlarni o'ltirishiga yo'l qo'ymaydi. Sizlar va avlodlaringlar bu qoidaga mangu amal qilinglar. Bu sizlarning mangulik urfi odatinglar bo'lsin. Sizlar Parvardigor berishga va'da qilgan zaminga bog'laninglarmi? Bu heyit murosimiga amal qilinglar. Agar farzandlaringlar sizlardan bu qandoq murosim deb so'rasa, sizlar bu o'tib ketish kunini xotirlash uchun Parvardigorga otilib qilingan qurbonlik murosimidir. Chunki Parvardigor Misrda Misrliklarning jinini olgan kechida u biz İsraillarning o'ylaridan o'tib ketib, oylarimizni saqlab qolgan denglar. İsraillar bu so'zlarni anglab, boshlarini egib, Xudoga sajda qilishdi. Onda ular berib, Parvardigorning Musa bilan Harunga qilgan amri bo'yicha ish ko'rdi. Shu kuni yerim kechida Parvardigor taxti o'ltag'an podshoning tunchisidan tortib toki eng arzimas zindondagi mahbuslarning tunchisi bo'lgan Misrliklarning tunchi o'g'illarining hammasining jinini oldi. Shundaqla tunchi tug'ilgan mollarni o'ltirdi. U kecha Misr podshohi, uning amaldorlari va butun mamlakat puhrolari o'rnidan turib, qattiq yig'izor qilishdi. Chunki odam o'lmagan birmu oila yo'q edi. U kecha Misr podshohi Musa bilan Harunni chaqirtib ularga, darhol ketinglar. Sizlar hamma İsraillarni boshlab yurtimdan tez chiqib ketinglar. Talvinglar bo'yicha berib, Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Kala, qo'y, o'shkiringlarni erib ketinglar. Ma'nimi xayrlik duo qilib qo'yinglar, dedi. Misrliklar İsraillarni o'z yurtidan chopsan ketishga oldiratdi. Ular, sizlar chiqib ketmasanglar, biz o'lib tugadik-ekanmiz, deyishdi. Shuning bilan İsraillar Petir xemirlarni tanglarga selib, kiyim-kechaklari bilan yo'gab, mursiga qo'yib, elib minishdi. Ular yana Musoning topilg'ini bo'yicha Misrliklardan oltin, kumush, zinat buyumlar va kiyim-kechaklarni so'rab elishdi. Parvardigor Misrliklarni İsraillarni yaqin ko'radigan qilib qo'ygan edi. Shunga ular Misrliklardan nemi so'rsa, shuni berdi. Shundaq qilib İsraillar Misrliklarning boyliklarini elib ketdi. İsraillar Ramis shahridan Sukkot shahriga qarab piyoda yo'lga chiqqanida, ayollar bilan bolalarni hisobga olmaganda faqat erlarla 600 ming kishi edi. Ko'pligan yot qabilalarmu ularga qo'shilib, nurg'un kol qo'ylarni elib billa mengishdi. Ular Misrdan elib kelgan xemirlardan Petir non qildi. Chunki ular
Misrdan tez chiqib ketishga majbur bo'lg'ashqa, xemir ko'ptirib, yeməklik təyirvilişqa ülgürəlməyən idi. İsraillar Mısırda cəmi 430 yıl tudu. Dəl 430 yıl toşqan günü Pərverdigarının xalqi, İsraillarının hər qaysı qəbilləri Mısırdan çıxdı. Şu günü keçidə Pərverdigar özü ularni Mısırdan muhafizət qilib elib chiqqan edi. Şuna İsraillar bu keçini Pərverdigarga atab, avloddan avlodgacha hər yili xotirlaydigan bo'ldi. Pərverdigar burun Musa bilan Harunga mundaq degan edi. Ötüb ketish heytining qoida tuzumlari mo'nulardan iborat. Ötüb ketish heytining qurbanlik go'shini yot qabilliklar yemisun. Lekin o'zinglar setib olgan ham xatni qildirgan qullar yesa bo'ladi. Uyinglarda vaqtliq turayotgan yotlar va chakarlar uni yesa bo'lmaydi. Qo'yning go'shi tashqariga elib chiqilmay, uyning ichidala yeyilsin. Qo'yning bir tal suyugimu sundirilmasin. Bütün İsrail xalqi bu qoida tuzumlarga rioya qilsin. Agar oranglarda o'ltiradigan yot qabilliklar Pərverdigarga ibodat qilay deb bu hekni o'tkazishni xolisa, oldi bilan o'z oilasidagi bütün erlarni xatna qildirsin. Shundaq qilganda ular İsraillarga o'xshash bu hekni o'tkazalaydi. Lekin xatni qilmaganlar qo'yning go'shini yemisin. Mayli İsraillar bo'lsin, mayli İsraillar orasida o'ltiradigan yot qabilliklar bo'lsin, hammasi mana shu qoida tuzumlarga amal qilishi lozim. İsraillar Pərverdigarning Musa bilan Harunga buyurgan qoida tuzumlariga amal qildi. Pərverdigar mana shu kuni İsraillarning har qaysi qabillarini Misrdan elib chiqdi.